Assalomu alaykum. Chexol tikayotgan opa-singillarimizga agarda bilmaydigan bo'lsangiz o'rgatib ketmoqchiman. Chexollarni ko'pincha tagiga rezinka tikilganda rezinkangiz chiroyli mana shunday ko'rinishda bo'lishi uchun rezinkani tikilish yo'llarini ko'rsatib ketaman. Masalan, hozir biz stulga chexol tikdik. Endi bu stulni etagiga rezinka tikishimiz uchun biz materialni o'ng tomonini qo'yib olamiz. Etak tomoni, mana uzun tomoni, etak tomoni. Yaqinroq kelib ko'rsating. Mana etak tomonini tikishga to'g'rilab qo'yib olamiz. Endi rezinka примерно 2 yoki 3 sm bo'lishi kerak. Shunda bizlarda etagimiz zo'r qayrilib, chiroyli chiqib beradi. Endi qarang, mana etak tomonini tagiga biz rezinkani qo'yamiz, tengma-teng qo'yamiz material bilan. Rostdan ham etagini men постоянно har tomonini overlock qilib chiqqanimdan keyin men rezinka tikishni boshlayman. Etagiga prosta ichiga qayrilib ketadi-yu deb overlock qilmasdan o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, 1-2 yuvilgandan keyin materialingiz tortishib qolishi mumkin. Bu chunki pardani materiali bo'lganligi uchun cho'ziluvchan bo'lganligi sababidan boyagi 1-2 yuvganingizdan keyin tortishib qoladi. Shuning uchun har doim overlock bilan etagini qayirganingizni tavsiya qilaman. Ketdik. Overlock qilingan etakka tagiga rezinka qo'ydik. Rezinkani endi tortamiz. Rezinkani tortib ustidan materialni bo'sh qo'yamizda tikishni boshlaymiz. Yaqinroq ko'rsating-da. Qarang, rezinkani tortib, rezinka bilan materialni tengma-teng qo'yamiz. Etagiga polностью bir tomoniga, ya'ni materialni qo'yib, tagiga rezinkani qo'yib tikib oldik. Endi buni qirqib, ortiqchasini qirqib tashlaymiz. Endi bunaqasiga tikamiz. Ko'rdingiz-ya? Boya bizlar bunaqasiga materialni tagiga rezinka qo'yib tikib oldik. Endi buni o'ng tomonini o'giramiz bunaqasi. Etak qayirganga o'xshab qayirib, yana xuddi shunday tortib tikib chiqamiz. Aytgancha, rezinkani ikkinchi tomoniga o'girib tikayotgan paytimizda materialni o'zingiz tomonga ham tortasiz, orqasidan ham tortib tikasiz. Shunda tengma-teng chiroyli bo'lib chiqadi. Mana etagimizga rezinka tikib oldik. Rezinkamiz mana shunaqa chiroyli ko'rinishda chiqadi. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videomiz juda ham xursandman.